Elektrikning eng katta orzusi hayotda qilgan joyida tutashuv bo'lmasligi. Assalomu alaykum. Biz bugun Buxorodamiz. Elektr narxlarini sizga qisqacha ukamiz tushuntirib beradi. Hormang ukam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Buxoroda bitta tochka qancha bo'lyapti? Buxoroda bitta tochka hozircha 80 ming so'm Xo'p. narxi. Rezetka bitta tochka hisoblanadi. Fukulchatil bilan patron bitta tochka hisoblanadi. Допустим, bu shitimiz. Bu shit 3 etajlik, 36 talik. Bu narxi 700 ming, 750 ming atrofida yig'iladi. Hop. 2 etajlik bo'lsa, arzonroq bo'ladi 500 minglarga. 1 etajlik bo'lsa, undan ham arzonroq. Uyimda lustram bor, ilish kerak degan savol-javoblar ham ko'payapti odamlarda. Ularga qanaqa xizmat ko'rsatasizlar? Lustra hajmiga qarab. Hop. 1.20 lik diametri 1.20 bo'lsa 150 ming, 200 mingdan olyapmiz. Xullas, men bitta joyga bordim. U ishni qildim. Ishni qilgandan keyin o'sha ishim o'xshamasdan ketib bordim Dubayga. Xo'p, meni ishim chala bo'ldi, zaminkanyalar ko'payib ketdi. O'shanaqa narsalarga siz qanaqa xizmat ko'rsatasiz? Birinchi ruxsat so'raymiz. Hop, Haqiqatan ham ketgan bo'lsa elektrik, keyin kiramiz, bo'lmasa kirmaymiz. bo'lmasa kirilmaydi. Shunday. Qadrli buxoroliklar, agar sizga elektrik xizmat kerak bo'lsa, ushbu telefon raqamlariga telefon qilinglar. Telefonimiz 94 lik Hop. 542 22 21. 22 21 20 ga 4 ga 7. Ushbu ismingiz Mehriddin. Mehriddin ukamizga telefon qilaverasizlar. Eng tezkor mashinalarda borib uyingizni yondirib beradi. Sizlar bilan Mehriddin, Buxoro, Peshku rayoni.